Poytaxtimizdagi Jar sport majmuasi yana bir xalqaro musobaqaga mezbonlik qildi. Bu gal bolalar va o'smirlar o'rtasida jismoniy tayyorgarlik, chaqqonlik, chidamlilik va jangovar mahoratni o'zida mujassam etgan zamonaviy yakkakurash sport turlaridan biri Unified bo'yicha Markaziy Osiyo ochiq chempionati tashkil etildi. Mazkur turnirda O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Tojikiston hamda Turkmanistondan tashrif buyurgan 100 nafardan ortiq iqtidorli sportchilar g'oliblik va medallar uchun bahs olib bordi. Quvonarlisi, Markaziy Osiyoda yagona hisoblangan O'zbekiston Unified Akademiyasi tarbiyalanuvchilari ham mazkur turnirda munosib ishtirok etdi. Ushbu musobaqaga Qirg'iz Respublikasidan 7 nafar sportchi bilan tashrif buyurdik. Turnir juda yuqori saviyada tashkil etilgan. Buning uchun mezbonlarga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Bu yerda turli yosh toifalarida iqtidorli sportchilar jam bo'lgan. Har bir bellashuv qiziqarli o'tmoqda. Bu esa yosh sportchilar uchun katta tajriba maktabi bo'lib xizmat qiladi. Qirg'iz Respublikasida universal jang sporti rivojlanib boryapti. Ayniqsa, bolalar va o'smirlar o'rtasida ushbu sport turiga qiziqish yil sayin ortyapti. Bugungi kunda ko'plab yoshlar muntazam shug'ullanib, xalqaro musobaqalarda ham muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Bizning sportchilarimiz ham turli xalqaro turnirlarda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishadi. Albatta, bu natijalar bizni juda quvontiradi va kelgusida yanada yuksak marralarni zabt etish uchun katta motivatsiya beradi. Chempionat nafaqat sportchilar, balki murabbiylar va mutaxassislar uchun ham muhim tajriba almashish maydoniga aylandi. Musobaqa doirasida mamlakatimizga xalqaro Unified Federatsiyasi vakillari, taniqli murabbiylar, xalqaro toifadagi hakamlar hamda bir qator faxriy mehmonlar tashrif buyurib, yosh sportchilarning chiqishlariga yuqori baho berdi. Biz yana bir bor Unified bo'yicha Osiyo chempionatini o'tkazayotganimizdan juda mamnunmiz. Ayniqsa, bu yil musobaqada ishtirok etayotgan sportchilar va mamlakatlar soni yanada ortgani quvonarli. Avvalo, bunday xalqaro chempionatlarni yuksak saviyada tashkil etish uchun barcha sharoitlarni yaratib berayotgan O'zbekiston rahbariyatiga minnatdorlik bildiraman. Joriy musobaqada O'zbekistonni ham qo'shganda 6 davlat vakillari qatnashyapti. Bugun biz yosh sportchilarning o'z vatani sharafini munosib himoya qilish yo'lida katta ishtiyoq va g'alabaga bo'lgan intilish bilan bellashayotganini guvoh bo'lmoqdamiz. Ishonamanki, 2027-yilda O'zbekiston Unified bo'yicha bir qator xalqaro musobaqalarni tashkil etadi va ushbu sport turi yurtimizda yanada keng rivojlanadi. Barchaga o'z minnatdorligimni bildiraman. Sportchilarga esa halol kurash va yorqin g'alabalarni tilayman. Musobaqaning xolis va adolatli o'tishini ta'minlash maqsadida chempionatda ishtirok etgan barcha 6 davlatdan xalqaro toifadagi hakamlar faoliyat olib bordi. Ular bellashuvlarni amaldagi xalqaro qoidalarga muvofiq yuqori saviyada boshqarishdi. 9 yil bo'ldi mana sport faoliyatiga kirib kelganimga. Ko'plab musobaqalarda qatnashganman, ko'plab sportlar bilan shug'ullanganman. Kickboksingdan qo'l jangi, boks, erkin kurash. Hozirda hakamlik faoliyati bilan shug'ullanib kelaman. Musobaqamiz biz ham O'zbekistonda 3-marotaba o'tkazilishi. Hozirda 12 nafar hakamimiz bor. Shundan 4 nafari 4 davlat vakillari, oliy toifali xalqaro hakamlar hisoblanadi. Chempionat bosh hakami sifatida ko'plab nufuzli xalqaro musobaqalarda hakamlik qilgan Xalqaro Unified Federatsiyasining faxriy prezidenti, xalqaro toifadagi hakam Andrey Chumlyakov faoliyat yuritdi. Uning ko'p yillik tajribasi va professionalligi musobaqaning yuksak saviyada tashkil etilishi hamda shaffof o'tishiga munosib hissa qo'shdi. Мне очень приятно быть в очередной раз на прекрасной. Men uchun mehmondo'st O'zbekistonda bo'lish va ana shunday yirik xalqaro musobaqada ishtirok etish katta sharafdir. 2007-yilda aynan shu zaminda, ya'ni Toshkent shahrida Unified bo'yicha jahon chempionatini o'tkazgan edik. Oradan 20 yil o'tib, Markaziy Osiyo ochiq chempionatini bosh hakami va musobaqa inspektori sifatida kelganimdan mamnunman. Men uchun eng muhim vazifa bu Unified sport turini rivojlantirish va yoshlarni ushbu sportga keng jalb etishdir. Bizning asosiy maqsadimiz jismonan baquvvat, sog'lom, jasoratli va o'z vatanini sevuvchi yosh avlodni tarbiyalash sanaladi. Unified oilasida begonasi bo'lmaydi. Barcha sportchilar biz uchun o'z farzandlarimizdek aziz. 26 yildan buyon xalqaro hakamlar hay'atiga rahbarlik qilib kelaman. Shu davr mobaynida bir necha avlod sportchilari voyaga yetdi. Ularning ko'pchiligi jahon chempioni bo'ldi. Bugungi kunda esa ularning farzandlari ham ushbu sport bilan shug'ullanib, xalqaro maydonlarda yuksak natijalarni qo'lga kiritishmoqda.
Meni ayniqsa quvontiradigan jihat shundaki, O'zbekistonda bunday yirik xalqaro musobaqalar muntazam tashkil etilmoqda. Kelgusida bu yerda professional sportchilar ishtirokidagi yanada kattaroq xalqaro turnirlarni o'tkazishni ham rejalashtirganmiz. Chempionatda Rossiyadan 6 nafar sportchi ishtirok etmoqda. Ular yosh bo'lishiga qaramay, yaxshi tayyorgarlikka ega va kuchli jangchilar. Ishonamanki, mezbon O'zbekiston sportchilari ham, mehmon jamoalar ham musobaqani munosib natijalar va medallar bilan yakunlashadi. Bolalar va o'smirlar o'rtasidagi musobaqalarda xavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shu bois yosh sportchilar Unified Light yo'nalishi bo'yicha ularning yoshi va jismoniy tayyorgarlik darajasiga mos ravishda ishlab chiqilgan maxsus qoidalar asosida bellashadilar. Joriy yildagi Markaziy Osiyo ochiq chempionatida 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan sportchilar ishtirok etishdi. Barcha bellashuvlar xalqaro qoidalar va xavfsizlik talablariga to'liq rioya qilgan holda tashkil etildi. Yosh universal jang ustalari o'zlarining chaqqonligi, texnik mahorati va sportga bo'lgan intilishini namoyish etib, murosasiz ammo halol va sport tamoyillariga asoslangan bahslarda ishtirok etishdi. Men ikkinchi marotaba xalqaro turnirda qatnashyapman. Hayajon yo'q. Osiyo chempionatining oltin medalini qo'lga kiritish uchun murabbiyim Davron Qodirov bilan ko'p mashg'ulotlarda ishladik va jamoamiz bilan birga harakat qildik. Men barcha raqiblarim ustidan albatta g'alaba qozonaman. Olg'a O'zbekiston. Men bugun o'zbekistonlik raqibimni yutdim. Chiqazdim, keyin tizzaga o'tkazib qo'ydim. İlk ko'tarib chiqib edim. Shu bilan men uni yutdim. Bu musobaqada mendan tashqari yana akam qatnashyaptilar. Musobaqa yakunlariga ko'ra 6-7 yosh toifasidagi 24 kg vaznda Muhammad Yusuf Abdullayev, Muhammad Ayub Baxtiyorov, 28 kg da Abubakir Ilhomov, 10-11 yoshlilar o'rtasida 40 kg da Muhammad Ali Abdullayev hamda 60 kg vaznda 12-13 yosh toifasidagi jangchi Mohirjon Mohirov barcha raqiblarini mag'lub etib chempionlikni qo'lga kiritdi. Kumush medal sohiblari qatoridan 10-11, 12-13 yosh toifalardagi 40 kg da Shoakbar Shohakimov, 42 kg da Oyatullo Jamoliddinov va eng og'ir vazn toifasida bahs olib borgan Akrom Ilhomov joy oldi. Bronza medallar esa 6-7, 8-9 yosh toifalarida 22 kg vazn toifasida Shoislom Shohakimov hamda 28 kg vaznda Ismoil Mirpo'latovga nasib etdi. Albatta, bu sportchilarimiz qatorida ko'plab iqtidorli jangchilar ham sovrindorlar qatoridan joy egallashdi. Birinchi musobaqam, lekin undan oldin boshqa sport yo'nalishidan ham chiqqanman. Masalan, kickboks va boshqalari. Lekin bu assotsiatsiyadan chiqmaganman va bu turnirga tayyorlanish yaxshigina vaqt oldi, yaxshigina energiya oldi. Lekin biz tayyormiz. Kuchli raqiblar bor, lekin Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston biz yurtimizning sharafini munosib himoya qilamiz. Biz har doim yutamiz. 2 kun davom etgan chempionat yakunlariga ko'ra umumjamoa hisobida O'zbekiston terma jamoasi eng ko'p medal jamg'argan holda faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Ikkinchi pog'onadan Tojikiston joy olgan bo'lsa, kuchli uchlikni Qozog'iston vakillari yakunlab berdi. Musobaqa davomida barcha ishtirokchilar g'alabaga bo'lgan intilishlarini to'liq namoyish etishdi. Mazkur chempionat yosh sportchilar uchun muhim tajriba maktabi bo'lib xizmat qildi hamda mamlakatlar o'rtasidagi sport hamkorligini yanada mustahkamlashga munosib hissa qo'shdi. Light yo'nalishlar bo'lmoqda. Albatta hozir yoshlarimizni bu universal jang sport turi ikkita yo'nalishda bo'lib o'tadi. Bu yo'nalishlari light hamda klassika. Light yo'nalishi bu yoshlarning jarohat olmasligi sababli kurash yo'nalishi. Bu 6-7-8-9 yoshda yengil kurash. Demak, 10 yoshdan boshlab organizm rivojlanganligi sababli 10 yoshdan o'sha haqiqiy judo hamda erkin kurash sport bilan o'z ichiga olgan sport turi bo'lib, universal jang sport turi. Albatta bu vatanparvarlik va bo'lajak mudofaaga tayyorlovchi sport turi ham deb olsak bo'ladi. Bu albatta bo'lajak vatan himoyachilari. Hozir biz yoshlar 6 yoshdan boshlab 15 yoshgacha bu sport turini shakllantirib, rivojlantirib kelmoqdamiz. Albatta bu an'anaviy tarzda 3 yildan buyon shu musobaqani tashkil qilib, bu Toshkent shahrida, O'zbekiston diyorimizda shu musobaqani o'tkazib kelmoqda. Sportchilarni chempion qilibgina qolmaydi. Davlatlar orasida hamdo'stlikli va bizni go'zal Toshkent shahriga kelib, turizmni ham rivojlanyapti albatta bu shahrimizda. Hozirda O'rta Osiyo bo'yicha musobaqani o'tkazganimizdan so'ng, albatta hozir keyingi jahon chempionatiga sportchilarimizni saralab olamiz. Eslatib o'tamiz, Markaziy Osiyo ochiq chempionati poytaxtimizda 3-bor tashkil etildi. Musobaqaning yildan yilga nufuzi ortib borayotgani uning xalqaro sport taqvimidagi ahamiyatini yanada mustahkamlamoqda. Osiyo
Unified Federatsiyasining kelgusidagi rejalariga ko'ra, joriy yilda nafaqat bolalar va o'smirlar, balki professionallar o'rtasida ham reyting xalqaro turnirlarini mamlakatimizda o'tkazish ko'zda tutilgan. Bu esa yurtimizda universal jang sport turini yanada ommalashtirish, sportchilarimizning xalqaro tajribasini oshirishga xizmat qiladi.